Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandaki rozalarınız sadece İslam bilimleri doğru. Rozalarının Ramazanның ruhi ve maksatlarına köngül bölüşü zörür bulup kalmay, Ramazanның ahkamları, delilleri ve rozunu güzel kıladigan işlerini bilişi muhimdir. Nurgulluğun kişilerinin bu perizinin maksatlarını terildiriş için hareketlendirici bir ruh ihtiyacı bulğunudek, yani nurgulluğun kişilerinin Ramazan'ın toğra ve mükemmel ada kılış için hükümlerini bilişke ihtiyacı vardır. Rozlar qarindişim, qani birlikte rozunun en mühim hükümlerini ve onundaki hikmetini görüp çıkaylı. Birinci, Ramazan ayının kirgenlikini ispatlaşta Müslümanlardan bir kişinin körgenligi bilen haber berişi küfayidir. Bir kişinin guvahlıqını qabul qilish ibadetni asıllaştırışının qatarıdındır. Müslümanlardan bir kişi Ramazan ayını körgenlikini haber berse, Peygamber aleyhisselam Müslümanlarını roz tutuşu buyurdu ve özümü roz tutattı. Bu vaqtda Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu mundaqdaydı. Kişiler Ramazan ayını körüştü ve men Peygamber aleyhisselam'a körgenlikimden haber bergenimde Peygamber aleyhisselam roz tuttu ve Müslümanlarını roz tutuşu buyurdu. Aynı görüşte bir kişinin haber bilen küfayeniş İmam Şafii'nin, Hanbalilerinin, İbn Azmi'nin, İbn Teymiyye ve İbn Qayyim'nin göz karşıdır. İkinci, Ramazan ayı Allah'id bir aydır. Günü sani kem bolgan takdirdimi ecir mükafatı kamil bir aydır. İlgirki ve keyingi aylardan farklı bolganlık üçün Ramazan başlanıştan 1-2 gün ilgiri Eid günüge okşaş roz şeklengen. Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam mundaqdaydı. Ramazandan bir gün yoki 2 gün burun roz tutmanglar. Faqat bir kişinin davamlaştırayotgan rozi bolsa davom qilsin. Peygamber aleyhisselam Müslümanlarının Ramazan'ı iştiyak bilan kutilish üçün, hatta Ramazan kelishdan 2 hafta ilgari roz tutishdan cheklab mundaq degan. Şaban ayi yarımlashgan vaqtda roz tutmanglar. 3. Ramazanның ajri büyük bolsumu Allah rahmet qilib aqlını yo'qotgan, balog'atga yetmagan va kasallik sababidan, qarilik sababidan roz tutishga kuchi yetmaydigan kishilarga rozini farz qilmasdan har kunlik roz uchun bir miskinni to'yg'izishni farz qildi. Qadri bo'lolmaydiganlardan rozini kechirim qilib o'tish deganlik Ramazan oyini ulug'lash, Ramazan oyining hurmati va ulug'ligini buzmaslik va itoatlardan kuchi yetgan narsalarda vaqtlarni qadrlashdan iborat bu ishlarni ular qilmasin bo'ladi degan ma'noga kelmaydi. Müslüman emas ve nim qiliyotganini bilmaydigan aqlsiz kishilar va shuningdek ayzar yoki nifasdagi ayollarga kelsak, ularning roz tutishi to'g'ri bo'lmaydi. Agar tutsimi savob berilmaydi. Sababi musulmon bo'lmagan va ya aql emas kishilar rozning qabul bo'lishi uchun bekitilgan shartlarni yo'qotganligidan rozi qabul bo'lmaydi. Lekin ayzlar va nifasdar ayollar Ramazan ayida namaz o'qiyolmagan va roza tutolmagandan boshqa kishining aytishicha ko'proq Qur'on Karim anglash, zikr tasbih, istig'for aytish, duo qilish bilan birga yaxshi ishlarni va sadaqani ko'plab qilish haqqi bordir. 4. Ramazanning asosiy maqsadi Allohdan savob umid qilish bo'lganligi uchun rozaning qabul bo'lishi uchun har kechada niyatni anglash shartdir. Hafsa radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom shunday degan: Kim kişide roz tutishga niyat qilmagan bo'lsa, u kishi uchun roz yo'qdir. Bu yerda niyatda umuman kifoya qilindi. Bir kishi shu kechasi roz tutmaslikni niyat qilmasa, u kishi har kechada rozini davomlashtirishda qilgan umumiy niyat qiladi. 5. Kim roziga niyat qilib yotgan bo'lsa, rozisining sog'lom bo'lishi uchun rozini buzg'uchi butun omillardan ikkinchi tong surilgandan tartib kun patqicha o'zini tutishi vojib bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq degan: Taki tangning oqibi qaribida ayrilganga, ya'ni tang yo'rg'an qadar yanglar ichinglar, andin kechkirgacha roz tutinglar. Roz tutqichiga rozini buzg'ich omillardan ittifoqqa kelingan 6 turlikidan saqlanish vojib bo'ladi. 1. Qasddan yeb ichish. 2. Yeb ichishning hukmida bo'lgan ishlar. Boğazga ketkidek derecede burungu münasibet emetiş, bu adette rozun buzuladigan, boğazga ketkidek derecede burnun su eliş yoki ig'zini chayqashning hukmi bilan o'xshashdir. Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam mundaqdaydi: Rozlar vaqtingdan boshqa vaqtlarda burnun su elishni voyaga yetkazgin. Uzuqlandırgıcı asma yoki ukul va ya qon soldirish qatorliqlar yeb ichishning hukmidagi rozini buzuladigan omillardir.
Көз və qulaqqa doğra yoki boshqa narsalarni temitish, surum surish, xushpuroqlarni purash, uzuqlandırmaydigan asma yoki ukullarni ishiltish, kasallarni davolanish ishlatilgan kaplim dorilarni ishlatish qatorliqlar yeb ichishning hukmida bo'lmaganlikdan ro'zni buzib etmaydi. Kuchli qarashda qon aldirish ro'zni buzib etmaydi. Bu vaqtda Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi. Payg'ambar alayhissalom ro'zlar odatda qon aldirgan edi. Bu hadis Savban radhiyallohu anhuning hadisini hukm jihatdan amaldan qoldirib o'tadi. Qon alg'uchi va qon aldiruvchi ro'zni buzib etdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni Abi Said Xudri radhiyallohu anhuning hadisi kuchlantirdi. Payg'ambar alayhissalom ro'zlarning ayolini suyishiga va qon aldirishga ruxsat qilgan edi. 3. Jima qilish, uyg'oq holatda ayolni quchoqlash orqali yoki onanizm qilish yoki boshqa yo'llar bilan ma'ni chiqarish jimaning ma'nosi bo'lganligi uchun ro'zni buzib o'tadi. 5. Qasdlik bilan zo'rlab qusish. Ulamolarning ittifoqi bilan ro'zni buzib o'tadi. Ammo normal qusish ro'zni buzib etmaydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Kimki o'zligidan qusgan bo'lsa, u kishiga ro'zning qazosini qilish yo'qdir. Kim zo'rlab qusgan bo'lsa, ro'zning qazosini qilsin. 6. Ro'zlar oldida ayiz kelish yoki nifaslar bo'lish, hatto iftor vaqti yiqilishib qolgan vaqtda bo'lsa-mu, ulamolarning ittifoqi bilan ro'z buzildi. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qildi. Ayol kishi ayizlar bo'lgan vaqtda namoz o'qimaydi va ro'z tutmaydi emasmi? 6. Kim unutib qolgan yoki xatolashgan holatda ro'zni buzitadigan ishlardan birini qilib solsa, u kishining ro'zi sahihdir. U kishiga qazosini qilish vojib bo'lmaydi. Unutilib qolishning ko'pinchisi yeyishda yoki ichishda bo'ladi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Kimki ro'zlar oldida unutilib qolib, yeb ichib qolsa, ro'zini davom qilsin. Haqiqatan Alloh u kishiga yegizibdi va ichkizibdi. Bir kishi tang yo'rimidi deb o'ylab, tang yo'rgandan keyin yeyishni davom qilgan bo'lsa, yoki kun petib ketdi deb o'ylab, kun petishdan ilgari iftor qilib solgan bo'lsa, yuqorida bayon qilingan xatolashishning hukmida bo'ladi. Ya'ni ro'zi buzilmaydi. Kimki uzrsiz qasdan ro'zini buzib etsa, Allohga yalborib tavba qilish vojib bo'lgan cho'ng gunohni qilib solgan bo'ldi. U kishi ko'pchilik ulamolarning ko'z qarashi bo'yicha ro'zini buzib etgan kunning miqdorida qazosini qiladi. 7. Ayol kishi Ramazonda hayz ko'rsa yoki nifaslar bo'lib qolsa, ro'z tutishi cheklanadi. Saqaygandan keyin qazosini qilish kerak. Muaza Aisha radhiyallohu anhadan hayzlar nima uchun ro'zning qazosini qilib, namozning qazosini qilmaydi deb so'raydi. Aisha radhiyallohu anha, "Sen haroriylardanmi, xavarishlarning bir firqasidinmi?" deb so'raganida, "Yo'q, men haroriylardan emas, lekin hukmini bilish uchun so'radim" deydi. Aisha radhiyallohu anha, "Biz Ramazonda hayzlar bo'lib qolganda ro'zning qazosini qilishga buyurildik, namozning qazosini qilishga buyurilmadik" deb javob berdi. 8. Kim Ramazonda safar qilgan bo'lsa, safarda jafo mushaqqat bo'lmagan taqdirdami, Alloh u kishining ro'z tutmasligini muboh qildi. Alloh taolo bunday deydi: Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib, ro'z tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Lekin safarda ro'z tutmaslikning joiz bo'lishi ro'z tutishni maqsad qilgan kishini cheklab qo'ya olmaydi. Hamza ibn Amr Aslami radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, safarda ro'z tutishga o'zimda bir kuch-quvvatni his qilyapman. Ro'z tutsam menga gunoh bo'lamdi?" deb so'raganida Payg'ambar alayhissalom: "U Allohning ruxsatidir. Kimki ruxsat bo'yicha ish qilgan bo'lsa, u kishi uchun yaxshidir. Kimki ro'z tutishni yaxshi ko'rib ro'z tutgan bo'lsa, u kishi gunoh yo'qdir" deb javob berdi. 9. Kimki Ramazonning kunduzida ayoli bilan birga bo'lgan bo'lsa, ro'zni buzgan va gunohkor bo'lgan bo'ladi. U kishiga ro'zni buzgan kunning qazosini qilish va kafarat berish farz bo'ladi. Kafarat Buxoriy va Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga asosan qul ozod qilish, agar kuchi yetmasa arq-marq uzildirmay 2 oy ro'za tutish, agar ro'za tutishga kuchi yetmasa 60 miskinni to'yg'izish bilan bo'ladi. Kimki muayyan kunlarda ro'za tutishga mushaqqat chekadigan bo'lsa, ro'za tutmasligi joizdir. Balki ro'za tutish u odamga ziyon kelib kelganligi isbotlansa, ro'za tutmasligi vojibdir. Shubhasizki, Alloh taolo bu ummatdan mushaqqatni ko'tarib o'tgan, sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi.
Kimki qattiq mushaqqat chekkanlikdan roza tutmagan bo'lsa, ahvoli yaxshilangan vaqtda rozani tutmagan kunlarning qazosini qiladi. Roza tutib qolsa, o'zidan yoki bolasidan andish qilgan homildor yoki bola umidkuchi ayol roza tutish ziyonliq deb qaralgan kishining hukmiga tushadi. Payg'ambar alayhissalom undaq deydi: Alloh taolo safar qilg'uchidan safar qilgan muddatda Ramazonning farzligini va namozning yerimini homildor yoki bola umidkuchidan Ramazonni ko'tarib o'tdi. 11. Roza tutuşqa kuchi yetmaydigan yaşanğanlar va saqaymas kasallarga roza tutish vojib bo'lmaydi. Lekin roza tutilmagan har bir kunning o'rniga bir miskinni to'yg'ilishi vojib bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Alloh taolaning buni oyatini o'qidi. Rozani qarilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aran tutadigan kishilar tutmasa, kunlik uchun bir miskin to'yg'idek tomoq fidya berishi lozim. Va mundaq dedi: Bu oyatning hukmi amaldan qoldirilmagandir. Yaşanğanlıq səbəbidən roza tutuşqa kuchi yetmagan buvay-momaylar har bir kunning o'rniga bir miskinni to'yg'izadi. Bir narsani farq etolmaydigan va qalayimqon joylaydigan yaşanğanlarga kelsak, bularga ilohiy taklif saqit bo'lganlik uchun roza tutishmi va fidya berishmi vojib bo'lmaydi. Ey Alloh, bizni dinimizni to'g'ri tushunadiganlardan qilsizlar. Bizga manfaatli narsalarni o'rgatib qo'ysizlar. Bizga o'rgatgan narsani bizga manfaatli qilib bersizlar. Ilmimizni ziyoda qilib bersizlar. Amin. Manba Ramazonning ruhi va uning ma'nosi nomli kitob. Tarjimada Muhammad Tursun Yusuf.